meni yordamim bilan ish bilan ta'minladim desam ham bo'ladi. Sizlar ham agar shunaqa uyda o'tirgan holatda uydan chiqmasdan shunaqa biznes qidirayotgan bo'lsanglar, umuman pul tikmasdan turib, o'rganish uchun ham pul tikmasam, mendan 1 so'm pul ketmasa deb o'tirgan bo'lsanglar, ayni sizlar uchun bu biznes qizlar mana shu Telegram kanalga o'tsanglar, hammasini noldan boshlab o'rgatadilar. Ismlari Maftuna, sizlarga noldan boshlab hammasini o'rgatadilar. O'rganish ham tekin, boya aytganimdek, sizlardan hech narsa talab qilinmaydi. Biznesinglarni boshlab olguninglarcha sizlar bilan doimiy aloqada bo'lib turadilar. Qizlar, aniq biznes boshlaysizlar, o'ylanmanglar, biznes boshlay olamizmi, yo'qmi, gaplari rostmi, yolg'onmi deb 100% rost. Sizda 1 tiyin bo'lmasa ham hozirni o'zidan biznesingizni boshlab olsangiz bo'ladi. Qizlar, bitta o'tib o'zingizlar tanishib chiqinglar, gaplarim rostligiga amin bo'lasizlar. Qizlar, sizlardan nima ketdi? Sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlardan hattoki 1 so'm pul ketmagandan keyin bir marta o'zingizlarni sinab, bir marta harakat qilib ko'rishlar kerak menimcha. Uyda o'tirib shunaqa daromad qilmoqchi bo'lgan shijoatli ayol qizlarimiz bo'lsa, bemalol o'tsanglar, hammasini tushuntiramiz, boshqa to'liq ma'lumotlarni ham beramiz. Qizlar